Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 15, 16, 17 va 18 mart kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik, ushbu videoni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-16 marta 3 daraja sovuq, 17-18 marta 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 marta yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 marta ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 15 marta kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. 16-18 marta kechasi 5-10 daraja iliqqacha, kunduzi 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 15-16 marta 3 daraja sovuq, 17-18 marta 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 marta yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 marta ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 15 marta kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 16 marta kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq. 17 marta kechasi 3-8 daraja, kunduzi 14-19 daraja. 18 marta kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 16 marta yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15 marta kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. 15-17 marta kechasi 7-12 daraja iliqqacha, kunduzi 18-23 daraja iliqqacha ko'tariladi. 18 marta kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15 marta kechasi 0,5 daraja, kunduzi 10-15 daraja. 16-18 marta kechasi 5-10 daraja iliqqacha, kunduzi 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqt bilan yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Faqat 16 marta yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 marta 0,5 daraja sovuq bo'ladi. 16-18 marta 0,5 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.